Sergeli Choshtepada 9 etajli novostroygan birinchi etajida kompaktniy 38 kvadratli kvartirani arzon arta kanalda 46900 dollarga obzor qilib beramiz. Boshqa maklerlar taqalgani 48 ming deb turgan holatida. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda prikoshka to'g'rida mana birinchi xonasi, maydon robotsen televizori, konditsioneri, qovurg'alar yaxshi qo'yilgan, hammasi tashlab ketilyapti. Undan o'tganimizda sanuzel qismi, kabinkalar qo'yilgan, 6 kilolik zefler steralkasi bor, u ham tashlab ketiladi. Bu yerda mana oshxona qismi, chiroyli kuxna mebellar qo'yilgan, xolodilnik ham tashlab ketilyapti. Mana shunday ko'chib kirishga tayyor. 46900 dollar. Shunda Choshtepa metro bekatining shunda yonidagi domda, lokatsiyalarini ham ko'rsatamiz. Choshtepa 1-metro bekatining yonidagi domda mana tashqi ko'rinishini ko'rishlaringiz mumkin. Mashina qo'yish uchun joylar bemalol, zelen zonalari bor. Mana detskiy plashadkalar ham bor. Lokatsiyasi yaxshi joyda. 46900 dollar pastdan nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Surishni bosadigan joyi.